Look at that, Mom. Ants. You see ants? Ziyobek? Voy, o'lmasam. Nariyoqqa o'tib oldingmi? O'zing aytding. O'zing aytding. O, yo'da tushib qolgan mashinada. Men light jogging qilmoqchiman deb. Yur, endi bu yoqqa qaytamiz o'g'lim. Ana bu taraf Qozog'istonga 1-2 kilometr kelsa kerak. Anig'ini bilmayman, lekin uzoq emas, yaqin. O, yerda atrof ham chegara bo'lsa kerak. Traktorlar mana javlondirib ishlashyapti. O'zi ozgina yugurmoqchiman-da. Tushib qoldi mashinadan. Dadasi bilan Faridaxon ketishdi. Bunaqaga. Dachaga qarab ketishdi to'g'rida. 1 kilometr yo'l qoldi shekilli. Ziyobek ko'rinmayapti-ya desam, bu tarafga o'tibdi. Mollardan qo'rqibmi deyapti. Mana bola ham astoydil kelgan, mana velosipedlarini ko'tarib mashinadan olib qoldik. Biz piyoda ketamiz dedik. Bolaligimni, qishloqdagi sayrlarimni eslab ketamiz hozir mana. Ona chiqdi Ziyobek. SOS qilmoqchi edim deb qo'yadim. Qanaqa qilib SOS qilar eding? Telefoni ham yonida. Chekkada yuring o'g'lim. Ariqqa tushib ketib qolma. Alhamdulillah. Moldan ham qo'rqaman desam, mol mendan tezroq deyapti. Rostdanmi? Yo hazillashyapsan. Qo'ychi, qo'yam tezroq-a odamdan. O'tgan safar bitta qo'y qochib ketdimi? Junini olishayotganda opoqisinikida. To'g'riga. Ay, sen bilan qanday teng yuramiz? Orqamizdan mashina kelyapti. Dadang qaytib boraymi dedi, ketaveringlar dedim. Laylak inlari. O'zlari ham mana qamishzorlar oralarida uchib yurganlarni rosa ko'p ko'rganmiz. Hozir ko'rsak kerak yana. Oxirida devordan